Qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilib yurgan, lekin umuman boshqa kasb egalariga ajoyib layfhak. Endi siz o'z orzungizni amalga oshirishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Hozir sizlarga sun'iy intellekt yordamida she'rga, muzikantlarga, studiyaga pul ketkazmasdan qo'shiq yaratishni ko'rsataman. Ketdik. Birinchi bo'lib she'r yaratamiz. Bu uchun bizga ChatGPT yordam beradi. Deylik, Otabekni tug'ilgan kuni uchun tabrik ashulasi uchun she'r yaratishni chatga yozamiz. Endi musiqani Suno AI orqali yaratamiz. Buning uchun biz poiskovikka Suno AI deb yozamiz va birinchi chiqqan saytimizga kiramiz. Ro'yxatdan o'tib olamiz. Esingizda tursin, ushbu sun'iy intellektni kuniga faqatgina 10 marta ishlatishimiz mumkin. Create ni bosasiz va Custom ni bosasiz. Chunki aynan shu Custom orqali siz 3000 tagacha so'zli she'rni qo'shiq qilib yaratishingiz mumkin. Lyrics bo'limiga she'rimizni qo'shamiz. Bu yerda esa musiqangiz stilini tanlab olasiz. Men pop janrini tanlayman va Create ni bosamiz. Shunda bir vaqt ichida sizga Suno AI bir nechta variantlar beradi. Siz esa faqat ikkitasini yuklab olishingiz mumkin, chunki qolgani pullik bo'ladi. Ikkitasi esa bepul. Keling, hech bo'lmasa bittasini eshitib ko'ramiz. Otabek, bugun sening kuning bayram. Shunga o'xshash bilimlarni bizni kompyuter savodxonligi plus AI kursimizda o'rganishingiz mumkin.